Shahzod Medical klinikasida adashmasam 2 yildan oshiq kelishgan. Tashxisimiz bo'sh bola, harakatlari juda ham bo'sh edi. Biz bu kelishligida shug'ullantirdik. Mana hozir video jarayonida ko'ryapsizlar, bolani o'sha qo'lida aparalar paydo bo'lgan. Biz bu bolamizni sразу yurg'izishga emas, emlatishga, stolchiga ushab, tizzasida turib tepaga ko'tarishlarni o'rgatdik. Shu natijaga mana 2-3 yil ichida keldi bu bolamiz. Xudo xolisa, to'liq emlab ketgan videolarni qo'yamiz. Bu boladan kutib qolamiz. Shu natijani oilariga asobiy tushuntirdik. 3 ta mashq berdim uyga, emlatishga, poza qilib stolchiga ushab turishga va emlagan holatida qo'l oyog'ida turishga o'rgatdik. Hamma bolajonimizni emlab ketishini xohlaydi, hamma bolasini. Lekin u qo'l oyog'ida turib bermasa, birinchi u emlab keta olmaydi. Hozir Mustafoda videoda ko'rgan bo'lsanglar, shu jarayonga yetib keldi. Endi Xudo xolisa yog'iga emlaydi. Bu bizga va Mustafoga shuncha yil ichida zo'r natija.